O'choq qozoningiz muncha kirdigan SMS keldi. Hozir nachinka tayyorlab olinglar, hammasini aytib beraman. Farsh, piyoz, pishgan guruch, chesnok, ukrop, rayhon, ziravorli, so'rkadan chiqqan pomidor, bolgarskiy imzani o'rtasidan bo'lib, sir bilan pomidor joylashtiramiz. Bahadirov sirlari shunaqangi cho'zilib, mazali bo'lib chiqadi. Aytgancha, uydagilaringlar bolgarskiy yeyishmasa, shu usulda bitta tayyorlab beringlar, shundoq paqqos chirishadi. Birinchi bo'lib bolgarskiylarimizdan yog'ni qo'rib, yog'dan olamiz. Ana o'shanda achchig'i chiqib ketadi. Piyoz, kartoshka, sabzi, qizil tomat, so'rkadan chiqqan pomidori so'ki, ziravorlardan chesnochniy priprava, tuz, murch, qizil paprika soldim. Basay karami bu ovqatga o'zgacha aromat beradi. Qovurilgan bolgarskilarimizdan ustidan terib, bir kosa suv bilan 20 minutga dimlab qo'ydim. Bemalol yil-yil bo'lib pishadi. Endi menga to'g'risini aytinglar, qozonimni qattiq, nima joyini tozalashim kerak. To'g'risini aytsam, ichlarini yaxshilab tozalab, artib, surtib, ana undan keyin ovqat qilinadi. Menimcha bu har bitta oilada qonun-qoida bo'lsa kerak. Sen bo'ling, qaynona bilan yashasanglar. Sizga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Uni buni qo'yinglar. Ovqatimni ko'rib ishtahangiz ochilgan bo'lsa, yurechani bosib yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sirni lavka do'konlaridan bo'lsa, haqiqiy cho'zilib chiqadigan Bahadirov sirlarini sotib olishingiz mumkin.